Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun savolimizni boshlaymiz. Demak, ma'lum sabablarga ko'ra biz ham savolimiz biroz vaqt to'xtab qoldi. Endi kelgan joydan davom ettirib ketishga harakat etamiz. Ya'ni endi bizni uzbey olib ketishga harakat etamiz. Demak, biz aralıqlar usulini ko'ryapmiz. Aralıqlar usulining B tipini ko'ryapmiz. B tipinde aralıqlar usuluna keltirim degan misollar edi. Oxirgi marta 56-misolda ko'rgan ekanmiz. Demak, keyingi tipga o'tamiz. S tipi, ya'ni S tipinde kvadrat tengsizlik. Kvadrat tengsizlikte bize 61-misol berilgan. 61 sharti tengsizlikning butun yechimlari ko'paytmasini toping debdi. Endi o shart mayli, oxiridan aytamiz. Sen birinchi aralig'ini topib ol kerak. Demak, bizlar kvadrat tengleme istedik oldin. Tengleme tengsizlikda de so'g'a o'xshatib yo'l tutsak bo'ladi. Qarang. X kvadratning oldindaagi a koeffitsient bo'lgan edi, kvadrat tenglemada. Shu oldindaagi sanni koeffitsiyenti nima berib turadiga, ya'ni qanday 2 ni 4 ga qo'yib turadiku. X kvadrat minus 9x plus 8 bo'ladi, kishi 0 deb. Endi nega o'tib qo'yib turibman? Qo'yib hozir nega desangiz, meni jiklov uchun. Ya'ni oldinda koeffitsiyenti tursa, men jiklowga qiynalaman-da biroz. Men kimdir jiklashi mumkin, birdan jiklasangiz marhamat. Shu qarshisidan jiklasangiz bo'ladi. Endi qarang. Endi mana vet bilan jiklasak bo'ladi. No x minus 8 x minus 1 o'ch kelmaymi? Kishi 0 dan. Ya'ni ko'paytsam plus 8 deb beradi, qo'shsam minus 9 deb beradi. To'g'rimi? Endi biroq bag'anaga 2 ni aslida bo'lib qo'yim kerak. Qo'yitgan ekan bo'lib qo'yim kerak. Sonda aslında bo'lsam x minus 8 ni 2 ga bo'lsam 4 bo'ladi. X minus 2 dan 1 turaversin. Kishi 0 dan. Endi qarasak, bag'ana berilgan misolni aytdi-ku. Birdan jiklay olsangiz, misol bunday jiklayapti. Agar men qo'yitmayman desangiz, birdan davom etib ketasiz. Biz hozir birdan jiklay olmaganimiz uchun birinchi tashlab turib keyin jiklaydik. Demak, endi tengleme isteganda har qaysi 0 ga teng istaymiz. X teng 4 degan javob chiqadi. Ya'ni x minus 4 teng 0, x teng 4 degan javob chiqadi. Bundan qarama-qarshi bo'ladi. Bundan qarama-qarshi unda x teng 2 dan 1 bo'ladi. Endi aralıqqa qo'yamiz. Aralıqda birinchi 2 dan 1 keladi. Odan keyin 4 keladi. Aralıqlarga bo'lib chiqadimi qo'ydik. Ya'ni x larim durust turibdi, hech qanday minus yo'q oldinda. Onda har doim o'ng joq plusga maslanadi. Minus plus. Demak, bizlar tengsizlikda oxirgi tengsizlik nima edi? Demak, 0 dan kishi deb ataylik. Onda 0 dan kishi jag'i biz minus aralığimiz bu. Saraq bo'yab olamiz. Endi bag'ana shartini aytamiz. Bag'ana shartida tengsizlikning butun yechimlari ko'paytmasini toping debdi. Endi tengsizlikning butun yechimlari ko'paymasini so'rayapti. Butun yechimlari. Qarang, 2 dan 1 butun san emas. Butun san bo'lganda da kirmaydi. Qarang, qatang bo'lib. 2 chegarasi kirmaydi. 2 dan 1 kirmaydi. 2 dan 1 dan keyin qanday san bor? 0,5 degan bu. Odan keyin 1 degan san bor. 2 degan san bor. 3 degan san bor. 4 kirmaydi degan biz. Onda o'ynamaymiz. So'larni qo'ymasini so'rayapti. Shular 6 bo'ladi ekan. Endi 67-so'roq olamiz. 67-so'roqda tengsizlikni yeching deb qo'yibdi, bo'ldi. Demak, javobni chiqarib bersak bo'ldi. Qarang. Birinchi anglatmada x minus 1, x plus 1 zat eslatyapti sizlarga. A kvadrat minus b kvadrat emasmi? A minus b, a plus b. A kvadrat minus b kvadrat degani onda 2 a ning kvadrati x ning kvadrati, ya'ni minus b ning kvadrati, ya'ni 1 ning kvadrati 1 bo'ladi. Jinasangiz shunday bo'ladi. Jaysangiz qanday bo'ladi? Minus ochib ketsak ham bo'ladi. Minus x kvadrat har qaysini qo'ydik, qo'ydik. X minus x qo'ysak minus x kvadrat minus tasvir etib ko'ring. Minus 3x kishi 2 minus 3x. Endi nani qo'yamiz? Nani har qaysini qo'yamiz, bilamiz uni. 2 ni x kvadrat qo'ysam 2x kvadrat bo'ladi. Minus 2. Minusda tasvir ettirib bo'ldim. Minus x kvadrat minus 3x kishi
2 minus 3x. Endi qisqartuvlari bar ekan. Minus 3x, yoqda minus 3x. Yoqqa plus qilib o'tsa, 2 qisqarib ketadi. Endi sizlarga tez yurish uchun bir narsa aytaman. Tenglamada da, tengsizlikda da, agar tenglamangan ham yoki tengsizlikda ham ikki jag'ida birdek belgilab turgan anglatmalar bo'lsa, demak ular qisqarib ketadi. Minus minus yoki plus plus turgan bo'lsa, qisqarib ketadi. Endi tez yurishni aytamiz. 2x kvadratdan x kvadrat olamiz. Bunda 1x kvadrat qoladi. Demak, bu yoqda plus 2, bu yoqqa minus qilib o'tsam, minus 4 bo'ladi. Kishi 0 dan. Bo'ldi, boshqa xlar qisqarib ketdi. Endi qarasam, a kvadrat minus b kvadratga kelib turibdi. Ya'ni 4 men 2 ning kvadrati deb yozsam bo'ladi. 4 beradi ular. Unda a kvadrat minus b kvadrat. A kvadrat minus b kvadrat. A minus b a plus b bo'lishi kerak mana. Kishi 0. Chaysamiz bo'ladi. Bir marta ayiramiz, bir marta qo'shamiz. Unda har qaysini nolga teng istayman. X teng 2 degan javob chiqadi. Ada qarama qarshisi x teng minus 2 degan javoblar chiqadi. Endi araliqqa qo'yamiz. Birinchi minus 2 keladi. Ya'ni kichkantayni shuncha qarab yozaverasiz. Keyin 2 keladi. Araliqqa bo'lamiz. X'larni durust plus minus plus. Bizga 0 dan kichik kerak. Ya'ni minus araliq. 0 dan kichik dedimi, demak minus araliqni belgilayveramiz. Agar 0 dan ulkan bo'lib turgan bo'lsa, plus araliqni belgilaymiz. Uni bilamiz. Demak, aralig'imiz minus 2 dan 2 ga chiqadi. 2 da kirmaydi. Demak, vaqt ketkizgish uchun misollarni yozib oldik. 7-misol qaraymiz. 7-misolda qarasak, x'larni durust emasa, oldinda minuslar bor ekan. Bu demak, biz o'rgatgan usul bo'yicha x'larning oldi plus bo'lib turadi, ya'ni 10 bo'lib turadi. Unda tenglamada tenglikning ikki jag'ini birdek songa ko'paytirib, masalan, birdek songa bo'lib bergan bo'ladi. Ya'ni masalan, birdek kvadratga ko'tarib bergan bo'ladi. Demak, bu tengsizlikda demak, agar tengsizlikning ikkinchi jag'i 0 bo'lib turibdi, demak 0 ga ta'sir etmayapti. Ikki jag'ini minus 1 ga qo'yib beraman. Bunda minus 1 ga qo'ydim. Minus 2, plus x, plus x kvadrat. Endi minus 1 ga ko'paytgandan keyin tengsizlikning belgisi qarama qarshisini o'zgaradi. Uni bilamiz, o'tgan saboqqa aytib ketaman. Shunday bo'lib qoldi. Agar dim tushunmasangiz, ishdan minus olib ketsangiz ham bo'ladi, olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Shunda qarama qarshi belgisi qoladi. Masalan, minusni bu yoqqa bo'lyapman deb o'ylab, ya'ni bu minus bu yoqqa bo'lingandan keyin tengsizlik belgisi o'zgaradi, to'g'ri? Demak, shundayda keyin tushunsangiz ham bo'ladi. O'rinlarni bo'ladi. Birinchi x kvadrat yozamiz. Plus x minus 2 kishiga teng 0 dan. Endi bu bizga o'zimiz biladigan tengsizlik aylanib qoldi. Endi bu vet bo'yicha cheklasak bo'ladi. X plus 2 x minus 1 bo'lishi kerak. Kishiga bo'lsa teng 0. Ko'paytsa minusga qo'shsam plus 1 deb beradi. Demak, x teng minus 2 degan chechim chiqadi. X teng 1 degan chechim chiqadi. Endi araliqqa qo'yamiz. Minus 2 keladi birinchi, 1 keladi. Araliqqa bo'lamiz. Demak, plus minus plus. Ya'ni x'larning oldida minus yo'q-ku. Demak, unda plusdan bo'lsa ko'taraman. Bizga 0 dan kichiksa kerak. Ya'ni bizga 0 dan kerak deb birinchisini qaytib qolmang. O'g'an emas, biz keyin minusga ko'paytirib-ku. Oxirgisini qaraymiz. Har doim oxirgisini qaraymiz. Oxirgisini chiqib turibdi, nima javoblar nega desangiz. Unda bizga 0 dan kichiksa kerak, ya'ni minus araliq. Sharti bormi bizda? Chetda ushbu tengsizlikning eng katta butun yechimini toping. Tengsizlikning eng ulkan butun yechimi deyapti. Butun yechimi unda yo'lda 1 emasmi? Mana o'zi yechimimiz bizga minus 2 dan 1 ga chiqib chiqadi. 2 ga kiradi. Ya'ni qarab, kishi ham mesela tengida borda, so'ng shuni kiretdan qo'yamiz. Demak, bu yerda eng ulkan yechimi 1 ga teng. Eng ulkan yechim hisoblanadi. Demak, 7 ga qaraymiz. 7 da tengsizlikda bilamiz, hech qachon proporsiya yo'q bo'lmaydi. Ya'ni nega desangiz, mana x da ila bilmaymiz qanday san ekan, plus va minus va.
Егер минус болса, егер белгісін білсеңіз, пропорция етсеңіз болады. Бірақ теңсіздіктің белгісін қарама-қарсыны өзгерту керек. Бұдан көрі тыныш қана x-ті былай алып өтейін. Біріншіден жазылайын. 6x минус 5. X-ті бұнайға минусқа өткіземін. X. Енді қарам, біріншіден жазғаным үшін теңсіздіктің белгісі мына x-ке қарап тұрыпты ғой. Яғни мынаған теріс қарап тұрды, мынаған қарап тұрған жоқ. Онда белгісін бүйтіп қарап қоямын. Кіші нөлден болады. Дұрыс па? Яғни минус x мынақа плюсқа өтсеңіз, мынаған қарап тұрған болады ғой. Мынақа түсініп алынды, z-ті атаңыз. Енді ұлма бөлім береміз. Мынақа x минус 5-тен, онда 6 минус x квадрат плюс 5x бола ма? Бөлінген x минус 5. Кіші яки тең 0. Түсіндік па? Енді минус кіріп жатыр ішке. Минус x квадрат плюс 5x. Енді теңсіздікте жоғары беті алдында минус бар екен, x квадраттың алдында. Онда минусты алып шығып кетемін. Яғни минусқа көйттім десем болады. X квадрат минус 5x болады. Белгісін қарама-қарсыны өзгертіп шығарып қанбесін. Минус 6 бөлінген x минус 5. Теңсіздіктің белгісі бәқа өзгертіп қаймын. Үлкен әке тең 0-ден. Дұрыс па? Енді теңлемедегідей мына астын тастап жібермеймін, бірақ бөлшектің бөлімін тастап жіберуге болмайды. Теңсіздікте тастап жіберуге болмайды. Ұлма бөлім беріп тұрғаннан. Енді жоғарысын жіктелмей ма? Мына ізін жақтан жазып кетемін. X минус 5, то есть 6, x минус 6, x плюс 1 өзі келеді, менімше. Бұны емес пе? Демек, көбейтсе минус 6, қоссам минус 5 береді. Бөлінген x минус 5. Үлкен болса тең 0. Енді бөлшектің жоғарысы, яғни алымын нөлге тең дейміз, бөлшектің бөлімі нөлге тең емес дейміз. X тең жоғарысын 6 деген шешім шығады, x тең минус 1 деген шешім шықпай ма? Яғни қарама-қарсыны алып кете бересіз. Астындағы бөлшектің бөлімін x тең болмасын 5-ке дейміз. Енді аралық қоямыз. Бірінші минус 1 келеді. Кейін 5. Кейін 6 келеді. Плюс, минус, плюс, минус. Біздерге 0-ден үлкені керек, онда плюс аралық керек. Енді теңсіздік аралық, 0-ден үлкен. Яғни мынақа кетіп қалмай бас, 0-ден кіші еді, жоқ кетіп қалмай ақырысына қараймыз дедіге. Демек, минус 1-ден 5-ке ешкім, 6-дан шексіздікке ешкім. Біздерде шарты бар меді? 72-ші сұрақта. Үшбу теңсіздікті қанағаттандырушы ең кішік бүтін мұспат ешімінің ең кішік бүтін манфи ешіміге ниспатын тапың дейді. Ең кішік бүтін ниспатыны, яғни ең кіші оң мәнісін ең кіші теріс мәнісіне бөліп берді атады. Ең кішік бүтін манфи алды. Демек, қарап, мына теңсіздікте минус 1-ден 5-ке ешкім, 6-дан шексіздікке ешкім кетеді ғой. Онда ең кіші теріс емес болған шешімі қайсысы? Оң шешімі. Минус 1, 0, 1 бар емес пе нерді? Онда ең кіші плюс шешімі 1, ең кіші минус шешімі, минус 1 біздерде кіреді, жоғарысынан шықты демек. Теңі де бар. Онда минус 1-ге бөліп берді атқан екен да. Бөлсе минус 1 деген шешім шығады. Сондай. Енді 73-ті сыйғызамыз енді. 73-те пропорция етуге болмайды дедік, мына алып өткізейік. X минус 1 бөлінген x минус 2-ден 1 үлкен 0-ден. Ұлма бөлім береміз. Енді ұлма бөлім бердім десем болады, пропорция алдым десем болады. Ұлма бөлім берсек, мына 2-ден береміз, мына x-тан береміз. 2-ні көйтеміз, 2x минус 2 болады. Минус x-тің өзі. Бөлінген асты 2x болады, үлкен 0-ден. Демек,
Yukarısında ayırsam 1x kalatken minus 2 bölüngen 2x ülkenin nölden. Endi bölçektin bölümü nölge teң, bölçektin alımı nölge teң emes. Bölçektin bölümü nölge teң emes degen. Bölçektin alımı nölge teң. Onda x teң 2 деген шешим чыкпайбы жукарысынан? Астынан x тең емес нөлге дейміз. Яғни мына 2-ні алуымыз керек жоқ, ол констант емес, ол өзгермес сан ғой. Екі шешім шықты. Оны аралыққа қоймыз. Бірінші нөл келеді, одан кейін 2. Плюс, минус, плюс. Бізге нөлден үлкені керек. Онда 10 плюс аралық қойып береміз. Бұның шарты 73-те. Ushbu tengizlikning eng kichik butun musbat yechimi 10dan nechtaga kam deydi. Eng kichik butun musbat. Eng kichik 10 şeşimi deydi. Bizlerde 2 kirmeydi. Qatan ғой. Onda 3 pa eng kichik butun şeşimi musbat deb ataydi, plus deb ataydi. Naqta izlab ketib qolma, naqta minus ham bor 0dan keyin. Minus 1, minus 2 ga qarab ketadi. Demek eng kichik butun şeşimi 2 emas, 2 kirmeydi ona yerda. Onda 3 ta alamın. 3 10'dan qancha kem deb atır. 10'dan qancha kem dese 10'dan ayırmaymiz bu. 10 minus 3. Onda 7. Dördüncü kısalık arayımız. 74'te şartı ushbu tengizlikning eng katta butun va eng kichik butun ildizlari ayirmasini toping debdi. Demek qarasak hozir mana 2 qoldirmani ochib chiqqan bilan x kvadratini x kvadrat qo'ysam x ning 4-chi darajasi bo'lib ketadi. U 4-chi darajali tengsizlik bo'lib ketadi. Onu ile biz hech olmaymiz. Demek boshqacha usul o'ylab topish kerak. Qarasak, belgilab oluvga kelayotgani, qarasangiz qarang x kvadrat naqad x kvadrat minus x. Endi sonlarni o'zingiz qayda aytib olsangiz bo'ladi bu. Bu yoqdan problema yo'q. Главный mana x'lari teng bo'lib tursa bo'ldi, belgilab oluvga keladi. Mana qalasingizlarni x kvadrat minus x deb belgilab olsangiz bo'ladi. Ekonomiyani saat ta desem ta bo'ladi. Sonlarni o'zingiz qo'shib ayirib bo'ladi. Qarasangiz buni qo'shirmasini o'z belgilab olsak bo'ladi. Menimcha qo'shirmasini o'z belgilagan durustroq, ya'ni tushunarli bo'lishi mumkin. Kimdir non belgilasida xato bo'lmaydi, bo'lgan durust bo'ladi. Biroq maydalovchi usul ketadi. Qo'shirmasini o'z qilib belgilab olaman. Qarang, x kvadrat minus x minus 1 ni men t deb belgilab olaman. Onda nota bo'lsa, qo'yaman o'rniga t. Endi qarang, x kvadrat minus x minus 7 qo'y. So'ng minus 7 ni minus 1 minus 6 deyman. Onda qarang, x kvadrat minus x minus 7 ni 7 ni minus 1 minus 6 deb ayirib yazsam bo'lmaymi? Barib qo'shsam minus 7 ni beradi. Onda men mana ham t deb hisoblayotganda buni belgilab olish uchun. Demek onda buna t bo'lsa t minus 6 mı mana? Tushunarli bo'ldi mi şey? Onda mana shu t minus 6 bo'ladi. Sol kishi hamasi teng minus 5 dedi. Endi biz bilgandik kvadrat tenglikka kelib oldik. Qo'ymayman, haqqasini qo'yaman. T kvadrat minus 6 t va minus 5 bo'lsa nima plus 5 qo'yaman. Plus 5 kishi hamasi teng 0. Endi biz bildik tenglikka aylanib qoldi. Viyet bo'yicha cheklaymiz. T minus 5 t minus 1 kishi hamasi teng 0. Haqqasini tenglashtiramiz. T teng 5 t teng 1. Endi bundan aralıqqa qo'yib tashlamayman lazım. Biz t'ning javoblarini topdik. Biz belgilab olgan zatimiz t emas edi, t'ni topmaymiz, x ni topamiz kerak. Yo'qda belgilab olgan zatimiz aparib qo'yimiz kerak. Endi x kvadrat minus x minus 1 teng t'ning javoblari chiqdi, endi t'ni nega aparib qo'yaman? T teng 5 emas edi. Unda qo'yaman. Endi o'sha tenglik chechim kerak.
x kvadrat minus x ne kadar ötküsün? Minus 6 olmayı mı? Teng 0. Şimdi bize biletin değil, tengsizlik x minus x minus 3 x plus y koşuyor değil mi? Teng 0. Kuvvetse minus 6, koşsa minus 1 böyle. Onda x teng 3 x teng minus y kadar geçmeli şöyle. Aralık koyalım. Aralık koymayız mı? Tenglemesi tartışma olur. Yani tengleme koyalım. Endi ikkinchi shishimizda bo'ladi 5 qo'yib qo'ying. Birdan olishimiz kerak-ku. Tamam javoblarni berib qo'ying shunda. X kvadrat minus x minus 1 teng ikkinchi shishimiz 1 edi. Onda x kvadrat minus x birdan ham minus qo'yib qo'ying, minus 2 bo'ladi. Teng 0. To'g'rimi? Onda x minus 2 x plus 1 degan shishimiz bor. Teng 0. Bu da x teng 2, x teng minus 1 degan shishimiz chiqdimi? Mana men x'lar topdim. Endi bizga necha shishim chiqdi? 4 shishim chiqdi. Ya'ni nomer 6 shishim deb ketib qolmang. Bular tinin uzoqlar. Bizga t kerak emas, bizga x kerak. Endi shartni qaytar. Shartni ne qilib o'tiradi? Şu tengsizlikning eng katta butun yetishim butun va eng kichik butun ildizlar ayirmasi. Eng katta butun deydi. Eng katta butun 3 emasmi? 3 dan eng kichik butun ildiz ayirmasi. Eng kichik butuni minus 2 emasmi? Ayirmasi deb atar. Eng 5 bo'ladi. Qarang. Yerda minus var ekan, ayir deb atarib deb minus 2 ni qo'yib ketdim. 3 dan 2 ni ayir 1 deb javob chiqarib qo'yman. 1 degan javob ekan deb vaqtimiz bor. 4 degan javob bo'ladi. Seksen ikkiga qaraymiz. 82-chi misol. Demek qos tengsizlik bizada. Qos tengsizlikda bilamizki qaytishdan o'tgan savatda men shu ko'rsatgan edim. Adashmasam. Qarang. Birinchi o'rtalarini yozib olamiz. 3x minus 1 bo'lingan 2x plus 5. Endi son 0 dan ulkan deb ataladi. Onda men ham son 0 dan ulkan qilib yozib qo'yaman. Qarang, tengsizlikning belgisi qaratib qo'yibdi. Men esa qaratib qo'ydim. Endi yana o'zini yozib olamiz. 3x minus 1 bo'lingan 2x plus 5 sol 0 birdan kishi deb ataladi endi. Birdan kishi desa, men ham birdan kishi deb qo'yaman. Ya'ni mana berilgan zatni qos tengsizlik qilib yoz desam, navani o'tkazishingizga bo'ladi. Agar qos tengsizlikdan bu yoqqa o'tayotgan bo'lsangiz, bu sistema bo'ladi. Sistema tuzatadi. Sistema degani yuki uchun ulama yo'l saylanmalarga. Demek, bo'ldi. Jo'xar betni qarang. Mana birinchi anlatmani bo'shakning bo'limi 0 ga teng emas, alimi 0 ga teng demini. 3x minus 1 teng bo'lsin 0 ga, 2x plus 5 teng bo'lmasin 0 ga demini. Onda bu shishimlar x teng, bir yerda bunaqa o'tkazayman, 3 ni bo'limini. 1 bo'limga 3 chiqaymi? X teng minus 2,5 bo'ladi ekan. Ya'ni 5 ni qo'yib o'tkazamiz, minus 4. 2 ni bo'lsa minus 2,5 bo'ladi. Keyingisida endi bu yoqda 1 turibdi. Bu yoqda 0 bo'lgani uchun shu istadim men. Bu yoqda 1 bor. Bir bunaqa o'tkazim kerak. 3x minus 1 bo'lingan 2x plus 5 minus 1 kishi 0 dan. Tursin 0 dan. Endi ulma bo'limlari bu yoqqa 2x plus 5 degan emasmi? Onda 3x minus 1 minus sashtirsin minus 2x mana ham qo'ysam minus 5 bo'lmaymi? Bo'lingan bo'shakning bo'yini tashlab bo'lmaydi debga ko'nib aytamiz. Kishi 0 dan. Jo'xarisi 3x dan 2x dersam x minus 6 bo'ladi ekan. Aslida 2x plus 5 kishi 0 dan. Buda da yuqorisi x teng 6 degan javob chiqadi.
asıl x teng emas minus 2,5 degan şeşim çıktı. Şeşim emas, o teng emas da. Endi aralık koyamiz. Aralıkta birinci neden? Birinci tengsizlikten minus 2,5 çıktı. Ne kadar koyalım? İlk önce de 2,5 teng emas dep tuttu ya. Ne teng emas? 2,5 teng bolmasın deyotir. Keyin 3'ten 1. Birinci keledi, odan keyin 6 degine. 2,5'ning burayını alamız mı tek? İşte. Yine aralıkta koyacağız. Plus, minus. Bizge qara. Endi birinchi отдельный istib olib ko'raylik. Отдельный istib ko'raylik. Qara. Bitib ko'rsak, masalan, nan tengsizligi minus 2,5 1 bo'lingan 3 araligini ko'rsak. Plus. Bizga nada? Yuqorisidan nadan chiqqan cho'qlar buni. Ulkan noldan deyotir. Unda plus aralig deb belgilaymiz. Unda minus cheksizlikdan minus 2,5 chiqim, 1 bo'lingan 3dan cheksizlikka chiqim. Buna to'rttasini oxiridagi javoblar. Endi nadan chiqqan javoblar? Minus 2,5dan 6ga chiqim. Plus. Bizga noldan kichiksa deyotir. Unda nima qilamiz? Endi qara, minus 2,5dan. Qara, nada? Endi plus minus qilamiz-da bular. Mana minus 2,5dan ne qarab ketib edi? 1 bo'lingan 3dan ne qarab ketib edi? Hozircha 2 javobi kesilib ketdi. Endi bunada minus 2,5 bilan 6ning o'rtasi edi. Minus 2,5 bilan 6ning o'rtasi mana. Endi 2 marta kesilib qolgan joy qaysi? Neri nisbat? Nara. 1 bo'lingan 3 bilan 6ning arasi. Bizda hech qaysi kelmaydi edi. Qatan tengsizlik yo'q, hisoblaydi. Sharti bor shart 82 da qo'sh tengsizlikni yeching deb qo'ygan ekan bo'lgan. Demak 1 bo'lingan 3 dan 6 ga chiqim degan javob topildi. To'qson so'rovga keldik. Aradagi so'rovlar bir-birini yoqsiz bo'lgandan keyin tashlab ketamiz. Demak 96-so'rovda tengsizlikning yechimlar orasida necha butun son bor debdi. Arasında necha butun son bor ekan bilish uchun birinchi yechib olamiz sizga. Bu boshqa sharaga, ko'nmay ko'rayotgan hisoblamamizdan boshqa sharaga. Qara. Bu yerda azimdan ochib chiqaman desam, kvadrati 4 4-chi darajali x kvadrat x ning 4-chi darajasi bo'lib ketgan уже. Muhtojani qiyin bo'lib qoladi. Yana boshqa jo'ni topimiz kerak. Qara. Hozir men buni hozirman meni x ni bir-biriga qo'ydim. Buni hozirman men birga qo'ydim. Nega? Qara. X ni x plus 3 ga qo'ydim, qara. X kvadrat bo'ldi plus 3x qo'yman. Hozirman qo'yamiz. Ne 2 qo'ydim. Endi o'rtadagi 2 o'yin qo'ydim. X kvadrat x ga qo'ydim. X ni 2 ga qo'ydim. Plus 2x 1 da x ga qo'ysam plus x bo'ladi. 1 da 2 qo'ysam plus 2 bo'ladi. Endi minus 24 deyman. Kisham bo'lsa teng 0. 24 ni qo'ydim. Endi x kvadrat plus 3x kvadrat naykoda plus 3x ekan bu. Plus 3x plus 2 minus 24. Kisham bo'lsa teng 0. Endi qarasak, mana jiglega kelib qoldi. Ya'ni belgilab olib kelib qoldi. Mana bizlar bunday qo'shilmasini qo'shib belgilab o'tirib qo'y. Endi shunday qilamiz buni. X kvadrat plus 3x teng ustini t deb belgilab olaman. Qarasa qara x kvadrat plus 3x nadada x kvadrat plus 3x ekanda shu yerni belgilab olamiz. Bundan t bo'lsa t nanishi t plus 2 bo'lmaymi? Nerga deyim takan? Bu x da bor. 2 ni qo'shib qo'ydim.
minus 24. Kişiye mesela teң 0. Açıp çıkamız. T kvadrat plus 2t minus 24. Kişiye mesela teң 0'den. Bu şekilde t plus 6 t minus 4 ölçükleyince kişiye mesela teң 0. Kubitse minus 24 koşsam 2'ni verir. Demek t teң minus 6 t teң 4. Endi tengsizlik sebep aralıklara koyup ketmem tengsizlik. Endi tengsizlik bolganmen bu t'ni jogaplanat. Bize x gerek dedim. X kvadrat plus 3x teң t'imiz minus 6 edi o. Teң minus 6. X kvadrat plus 3x nega plus 6 teң 0. Endi qarasak, hozir diskriminant tekshirib ko'rsangiz, 0dan kishi bo'lib qoladi. 0dan kishi degan u har doim o'ng san degan u. X tiyisli r. Har doim o'ng sanda shuni tashlab ketish degan bo'ladi. Bu hech qanday bizning tengsizligimizga mishat bermaydi. Hech qanday araliq. Har doim o'ng sanda bo'ladi. Endi bu funksiya degan temaga kelsak, xudo xohlasa soxta tushundiraman. Nega bunday tashlab ketyapti? Siz x tiyislarda nega unday qilib ketyapsiz? Hozircha bizga kerak emas. Tek x tiyislarda tashlab ketamiz bo'ldi. İkincisi var ya, bizden kategoriye 4 dedim. X kvadrat plus 3x teң 4. Düşman? X kvadrat plus 3x minus 4 teң 0. Bu jane bir. X plus 4 x minus 1 teң 0. Düşman? X teң minus 4 degan şeşim çıgat. X teң 1 degan şeşim çıgat. Endi bize aralık koyamız. Birinci minus 4 geledi. Keyin 1 geledi. Plus minus plus. Bizlerge bu tengsizlik yukarıda qaraymiz. Qarab. Mınau t'ning arası o. Demek t'ga qaraydik bu. Axırısı nereden çıktı o? Yani t degan javoblar bize so'gan tengsizlik t'ning içinden çıktı o javoblar. Bundan tengsizlikka qaraymiz. Endi mana ham bari sonday. Biroq negiz belgisi o'zgarib bo'lsa, baribir son qaraymiz. Qaraymiz. 0dan kishiga deydi. Unda arasi bizlarga aytib edi. Tengsizlikdan necha butun yechim bor deb edi. 96 da. Tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari nechta debdi. Butun yechimlari deydi. Ya'ni butun yechimlar necha bo'lar? Bizlar o'z yechimimiz -4 dan 1 ga yechim chiqib qo'ydi. Yuqon kiretin. Ya'ni tengida qarang, endi xato emas-ku. Arasında necha butun yechim bor? -4 var, -3 var, -2 var, -1 var, 0 ham bor o'rtada. 0 ham butun son bo'ladi. 1. Necha? 6 butun yechim bor ekan. Shunday.